Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana sekin finishga ham kelib qoldi. Yangi mahsulotimiz bilan tanishtirish arafasida videoga qo'yapmiz. Kichkinamiz, mokriy sepilgan. Ikki xil rangda chiqarilyapti materiali. Bular ham ikki xil rangda bo'lyapti o'zi. Bu oq bo'lsa, bunisi va bu. Endi bular katta modellarimiz. Bu o'shani avvalgi qo'n sifat material anaqamiz. Hammasiga однотонный material taqilyapti. Keyin materialimiz ham qalin. Ertaga suv tushganda ham ustida anaqa qilib qolmaydi, urinib qolib, ranglari chiqib ketadigan material emas. Sifati zo'r, uzoq yil xizmat qiladigan material. Hammasiga machalka solingan. Bu o'shani Vergul modelimiz. Keyin hammasini masjidda plastmassasi bo'ladi. Mana bu yerda svarkani yopadigan plastmassa qo'yamiz. Hozir hali bitmagani uchun hali qo'ymadi bularga. Mana shu 3 ta modelimizda bo'ladi. Xo'p, orqa ko'rinishi, keyin rozetkasi bo'ladi. Xudo xolisa hozir rozetkasi ham tayyor bo'lib qoldi, hamma narsasi. Mana bu orqadan ko'rinishi. O'sha chisi turetskiyga o'xshatib lenta qilyapmiz, mana hamma yog'iga. Materiali ham o'sha qalin material. Mana detalga detalini tushiryapmiz. Imkon qadar harakat qilyapmiz. Ham bitta rangini o'zini detaliga tushirishga. O'sha faqat bitta narsamiz bor. Hammasida ranglari har xil. Hammasida ranglari har xil chiqyapti. Mana kimga qiziq bo'lsa aytasizlar. Xudo xolisa deta bir 10-15 kunda hamma savdoga chiqadi, xudo xolisa. Chunki hozir faqat etiketga masalamiz qoldi. Shu etiketgani hal qilsa bo'ldi. Qolgan hamma narsamiz tayyor. Mana 5 xil model. Har bittasidan 4 tadan 4 xil rangda qilganmiz. Rahmat kattakon e'tibor uchun.